Yaxshi kelib oldingizmi opa? Qalaysiz? Sizday odam ko'rsa kulgisi kelaveradi opa. Nimaga? Nima, kulsa ko'rgisi kelaveradi. Ko'rsinda. Ish qilib bu safar yana prank nimadir yo'q-a? Yo'q opa, mana. Yashirib qo'yuvdi. Mana prank. Opa bitta narsa bor-da. Biz sizga oldin prank qilganmiz-da. Men bir marta qilganim boshqa qilmayman. Lekin qilganingizda qayta qilardingiz. Xudoga shukr, rahmat. Ana qarang opa, mana kamaringiz ahvol opa. Kamarim faqat qolgan narsalarni taqib chiqdim lekin boya. Ikkita soat taqib Yaxshida bittasi modaga, bittasi telefonimga ulangan. Yo, men soat sizniki. Ya men o'shaga deyman, nima bu? Ofisda turadi-da, meni soatimda bu. Ya, hozir taqib oldim hozir. Nimaga? Kimniki desam, G'ayrat akamniki dedi. Olib kelmay qoldi dedim. G'ayrat akang meniki soat ham meniki dedim. Yo, siz opa soatingiz qancha desa, bemalol ikkitasini aytaverasiz. Yechilmay qoldi. Ha, soatingiz qanchasi? Ikkitasini qo'sh deyman. Ana soat 500 milli, mana 100 milli bo'lsa o'zizniki. 280 ming. 280 mingga 500 ming, 780 ming. Soatimi? Ha. Arzon. Chiqqaningizda oldin opa, mana qanaqa oshqozonlar, o'pka, yuraklargacha ko'rinardi hozir ochganingizda. Hozir o'sha og'zingizni ochsangiz soningizgacha ko'rilyapti. Soningizgachami faqat? Ha, soningizgacha. Unda ancha-muncha narsani ko'rib olyapsiz. Ilvani opa. Mashqqa taqib oladiganlar bo'lar-da. Necha marta ko'ramiz? Yo'q. Ilinchi? Ha, ilinchi opa. Asha achki davlatda bo'lib qolib keldi. Haligi parkovkasiga o'xshab qolibdi. O'sha mashina qo'yadigan bo'lib qolibdi, daraza. Qo'ying mashinangizni.